بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz mehmonlar, hurmatli qarindoshlar, cemiyetimizde her ayının birinci haftası Cuma akşamı aylık yığını ötküzüyatımız. 2013 yılı birinci ayının birinci yığını bugün ötküzmek inşallah. Yığınımızda Kur'an-ı Kerim bilen başlayımız. Kur'an-ı Kerim tilavet kılışı için kardeşimiz Enver Karim'le teklif kılımı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Enver Karim'e rahmet, Allah razı olsun. 2012 yılı öttü. 2013 yılıga kadem taşladık. 2012 yılı nurgulluğun faaliyetlerini ilip aldık. Faaliyet raporunu birisi için cemiyetimizin muavin reisi Abdülahad Er Efendim'le kürsüye teklif kılımın. Kına merhamet. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Bugün biz 2013 yılındaki tunji qatamliq yig'inni turib kelyapmiz. Shuning uchun biz 2012 yili
qandaq faoliyatlarni qildik, bu to'g'risida men qisqacha o'zetlagan, xulosalagan bir dokladni o'qib o'tmoqchi, diqqatingizga shuni sunaman. Şərq Türkistan ma'arip həmkarlıq cəmiyyəti 2006 yılı İstanbul şəhərində, yəni şu Şərq Türkistan ma'arip və həmkarlıq cəmiyyəti degan nom bilan Türkiyə hökumətinin təsdiq qilishi bilan qonunli holda rasmiy qurilgan bir tashkilot. İşğalçı Xitoy Kommunist partiyasi vatanimiz Şərqi Türkistonni ishg'ol qilib olgan 1949 yıldan başlap ta hozirgacha xalqimizni bosh ko'tartmay zulm qilib bostirib kelyotidi. Nurg'un o'limalarimiz, ziyolilarimiz o'ldirildi va yoki turmada qamaldi. Tarixiy asarlarimiz ko'ydirildi, madaniyatlarimiz yo'q qilindi. Nurg'unlagan masjid va madrasalarimiz chaqib o'tildi. Majburiy planliq to'g'ri siyosat yurgizib, dunyodagi ko'z ochmagan nurg'un buvoqlarimizni onning qarnida o'ldirib yo'q qilyotidi. Xitoy ko'chmanlarini vatanimizga ko'plab yerlashtirib, Sharqi Turkistonda nüfusimizni osonlik qilib ko'rsatishga urinayotdi. Xalqimizning mol-mulki, yer makonlarini tortib oldi. Sharq Turkiston xalqining siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va milliy haq-huquqlari og'ir darajada dafsanda qilinayotdi. Ishg'olchi Xitoy xalqimizni butunlay assimilyatsiya qilish va yo'q qilish siyosati yurgizayotgan bugungi kunda vatanimizni ozod qilish, diniy erkinligimizni qo'lga keltirish, ona tilimizni qo'g'dash, milliy ma'arif bo'yicha ta'lim olish, milliy madaniyat va urf-odatlarimizni saqlab qolish xizmati xalqimizning g'aflat uyqudan uyg'onishini taqozo qilmoqda. Shuning uchun shonliq musulmon ajdodimizga varislik qilgan uyushish, ittifoqlashish asosida birlashish va hamkorlashib xizmat qilish o'zini Sharqi Turkistonlik deb qaraydigan har bir insonning bosh tortib bo'lmaydigan diniy, milliy, iymoniy va vijdoniy majburiyati bo'lib qoldi. Bu majburiyatni hammamiz jam bo'lib birlikda ado qilish uchun Sharqi Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati qurildi. Sharq Turkiston ma'arif hamkorlik jamiyatining g'oya maqsadlari dunyoda adolat va tinchlikning barpo bo'lishiga hissa qo'shish, islom ummati uchun, vatan xalq uchun birlik, barobarlik barpo qilish, vatan ichi va sirdagi Sharqi Turkistonlik xalqimiz uchun eng muhim deb qaralgan sohalarda xizmat qilishni g'oya maqsad qiladi. Jamiyatimizning navbatda olib kelayotgan xizmat faoliyatlari yoshlarning bilim saviyasini oshirish, kelgusi avlodlarning yaramliq odam bo'lib yetilishi, o'qitish va ta'lim-tarbiya xizmati olib berish, o'quvchilarga qulaylik o'qish sharoiti hozirlab berish. Xalqimizning vatan millat ong saviyasini o'stirish, dunyo ko'z qarashini kengaytirish uchun da'vat tashviqot xizmatini olib berish. Muhojiratda yashayotgan qarindoshlarimiz orasida birlik, ittifoqlik ruhini kuchaytirish, inoq ittifoqlikni kuchaytiradigan xizmat faoliyatlarini olib berish. Vatan xalq uchun xizmat qilish orzusi bo'lgan vatan ichi va sirtidagi yoshlar bilan fikr birligi hosil qilish uchun xizmat ishlash. Xalqimizning diniy e'tiqodi, milliy ma'arifi, tili, madaniyati va urf-odatlarini saqlab qolish va qo'g'dash uchun kurash qilish. Xalqimizni to'g'ri fikr, islomiy ko'z qarash bilan yetaklash, haqqoniyatga undash, zulmga qarshi turish, ozodlikqa kurash qilish, ozodlikqa va kurash qilish maydoniga chaqiriq qilish. Altıncısı teşviqatını küçeytib, kitap, jurnal, ünsün materiallarını tayyorlab, nashr qilib tarqitish, internet, tor, radio, televiziyalardan iborat teşviqat vositalari orqali vatan xalqimizga aloqador to'g'ri uchur va xabarlarni yetkazish, xabarlarni vaqtida yetkazish orqali xalqimizni va to'g'ri va haqqoniyatga yuzlantirish sohalarida xizmat qilish. Asarat qilgan Sharqi Turkiston xalqini zulmdan qutuldirish yo'lida islom dinining ruhiga uyg'un holda vatanning amaliy shart-sharoiti va vaziyatiga qarab faoliyat olib berish. Sharq Turkiston ma'arif hamkorlik jamiyati yuqorida tilga olib o'tilgan nuqtalar bo'yicha g'oya maqsadlarini amalga oshirish yo'lida xizmat qilib kelmoqda. Sharq Turkiston ma'arif hamkorlik jamiyati 2006 yilda qurilgandan beri yildan yilga aktiv xizmat faoliyat qilib xizmat doiralari kengaydi. 2010 yılı jamiyatimiz 60 dan ortiq cho'ng-kichik faoliyat uyushtirdi. 2011 va 2012 yılı toplam 120 dan ortiq yig'in faoliyat olib bordi. 5 qatim namoyish, 12 qatim strategiya tadqiqot to'g'risida yig'in, 12 qatim ayliq sohbet va uchirish faoliyati bo'lib, ko'plagan xizmatlarni qilib keldi va ma'lum natijalar qo'lga keldi. Jamiyatimiz hozir ma'arif va ta'lim-tarbiya bo'limi, tashqi munosabat siyosiy xizmat bo'limi, iqtisod va moliya bo'limi, ijtimoiy xizmat bo'limi,
strategiya tədqiqat bölümü, nəşriyyat bölümü və təşviqat bölümü qatarlıq bölümlər boyunca xizmət qılıvatıdı. Bu bölümlər öz sahəsi boyunca ayrım-ayrım xizmət qılıb gəlməkdə. Şərqى Türkistan ma'arىپ ھەمكارلىق جەمئىيىتىنىڭ yana bir qancha şöbə və bölümləri qurulğan bo'lib, İstanbulning Zeytinburnu, Küçükçekmece, Safaköy və Aqsara qatarlıq rayonlarda cəmiyyətning şöbə və bölümləri açıldı və hər qaysı şöbələrdə yana ayollar bölümləri quruldu. Bu şöbələrdə uçrashish yig'inlari o'tkazilib kelyapti. Xalq bilan aloqa bog'lash va ijtimoiy xizmatlar, shundaqla har xil mazmunda darslar o'rinlashtirilib kelyapti. Undan başqa yana Şərqى Türkistan strategiya tədqiqatı degan nom bilan bir mərkəz qurilgan bo'lib, Şərqى Türkistan strategiya tədqiqat mərkəzidəki qarindoshlar uchun munosabatlik temalar to'g'risida mutaxassislarni taklif qilib, kurs o'rinlashtirib kelmoqda. Tashkilot idora qilish, Şərqى Türkistan strategiya tədqiqat mərkəziga munosabatlik plan tuzish, idora qilish texnikalari to'g'risida kurslar o'rinlashtirib kelyapti. Bu mərkəzning asosiy g'oyasi Şərqى Türkistanning tarixiy, madaniyati, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, ijtimoiy sohalarda duch kelayotgan masalalarga aloqador ilmiy tadqiqot olib berish, tekshirish, analiz qilish, muzokara va yumloq ustal bas munozara qilish orqali Uyg'urlarning duch kelayotgan masalalarni dalil paketi bilan to'plab chiqib, ilmiy usulda o'tirib qo'yish, hal qilish yo'llarini tepib chiqib, munosabatlik davlat idora organ va xalqaro tashkilotlarga sunish va bu vaqtda qaror olishga chaqiriq qilish. Buni asos qilgan holda yana qilish tegishli xizmat faoliyatlar, Şərqى Türkistanning navbatdagi vaziyatini tadqiq qilish, Şərqى Türkistonga aloqador uchur to'plash, har yil oxirida Şərqى Türkiston doklad hozirlash, Şərqى Türkiston xalqining kishilik huquq dafsanchiliklari to'g'risida doklad hozirlab, BDT, İslam Həmkarlıq Təşkilatı, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa İttifoqi, Afrika Birligi, Arab Birligi, Türk Dunyosi Birligi, Xalqaro kishilik huquq tashkiloti, kechirim tashkiloti qatorliq tashkilotlarga sunish. Uyg'urlar va Şərqى Türkistanning kelgusi to'g'risida strategik ish plan tuzish, masalalarning hal bo'lish yo'l xaritasini sizib chiqish. Turkiyadagi va boshqa davlatlardagi strategiya va tadqiqot idoralari bilan yaqindan aloqa qilib, ular bilan hamkorlashish va xizmat tajribalaridan foydalanish. Kitob va material to'plab Şərqى Türkistan kitobxonasi qurish va internet tor kitobxonasi qurish, yig'in murosim uyushtirish, Şərqى Türkistan masalasini xalq ommasiga anglatish sohalarida xizmat qilib keladi ham mushu sohada bunday kimmo xizmatni davom qilmoqchi. Strategiya tədqiqat mərkəzi bunun əhəmiyyəti mundaqca aytqanda millatning aql ambiri bo'lib, bu mərkəz aql ambiri, do'st va dushman bilan munosabat qilishda foyda ziyonni oldin mo'ljallash, xatolikdan saqlanish va xatolikning oldini olish uchun tadbir qo'llanishda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun xatolikdan saqlanish bilan birga g'alaba va muvaffaqiyat qozonishda strategiya tədqiqat mərkəzi intayin muhim ahamiyatga ega. Biz bu boşluqni to'ldirish uchun shunday bir qurumni yangidan ta'sis qildik. Endi undan boshqa yana Şərqى Türkistonga aloqador təşviqat bölümü. Təşviqat eng muhim xizmat sohalaridan biri hisoblanadi. Təşviqat va axborot insonlarni ushur ma'lumotlar bilan ta'minlaydi, to'g'ri va rostchilikka undaydi, insonlarni foydali bo'lgan tarafga yuzlantiradi. Təşviqat va axborot xalq ommasining ijtimoiy hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim omil. Dünya taraqqiy qilgan bugungi kunda insonlar dunyoda yuz berayotgan voqealar va yangi o'zgarishlardan axborot vositalari orqali shu omon xabar topadi. Har kuni har soat degudek uchur va xabarlar, voqea mulohizlar, hodisalar, radio, televiziya, gazet, jurnal va internet orqali axborot vositalari orqali insonlarga taqdim qilindi. İnsanlarni yangi uchurlar bilan ta'minlab, ma'naviy boyliqni beyitadi. Fikr qarashlarda yangi tushuncha paydo qiladi. Təşviqat va axborot vositalari davlatning yoki har qanday bir xalqning ijtimoiy hayotiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishda muhim rol o'ynaydigan bir omil. Shuning uchun jamiyatimizning təşviqat bölümü, yana istiqlol tor radio, tor televiziyasi nomastida ham radio va televiziya ham xabar sahifasi bo'lib, 3 tur bo'yicha xizmat qilib kelyapti. Undan boshqa yana jamiyatning rasmiy tor sahifasi va tadqiqot markazining sohbetlari orqali təşviqat sohada bir qancha tilda xizmat qilib kelyapti. Buningdan asosiy maqsad xalqimizga to'g'rini anglatish, haqiqatni o'tirg'i chiqarish, xalqni haqqoniyatga chaqirish,
axborot erkinligiga cheklama qo'ygan Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan besim va zulm siyosatlarini pash qilish va dunyoga anglatish uchun xizmat qilib kelyotidi. Onundan başqa yana tercüme ve neşriyat bölümü. Yani Sutuq Buğraxan ma'arىپ neşriyatı nam bilan bu cemiyet bu bölüm qurilgandan keyin hozirgacha 30 parçadan ortiq kitap nashr qilindi. Buningdan yani 2012-yili ichida 10 parça kitap nashr qilindi. Bu bölüm yana buningdan keyin xalqimiz eng ehtiyojli deb qaralgan kitaplarni tarjima qilib, yana xalqimizga sunish uchun xizmat ishlayotidi. Onundan başqa Sharq Turkiston ma'arىپ ھەمكارلىق جەمئىيىتى ta'lim tarbiya sohasida universitetda o'qiydigan o'quvchilarni o'qish rasxati bilan ta'minlash, turalg'i o'rin va maktabga o'rinlashtirish, o'qish sharoiti yaratib berish degan o'xshash xizmatlarning ma'lum bir qismini qilib kelyotidi. Undan boshqa yana Zaytunburnu, Küçükçekmece va Oqsaroy qatorliq 3 o'rinda ona til va Qur'on o'rganish yasl sinflari ochilib, Istanbulda yashayotgan hamsharilarimizning 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi farzandlarni tarbiyalab kelyotidi. Hozir bu yasllarda 120 dan ortiq farzandlarimiz ta'lim olyotidi. Jamiyatning hozirgi yani Chapa markaz, Zaytunburnidagi sho'ba, Küçükçekmece, Safaköydagi sho'ba va Oqsaroydagi sho'balar bo'lib, 4 o'rinda yana o'z oldiga mustaqil o'rinlar mavjud bo'lib, bu o'rinlardan foydalanib turib, har xil sohada va turda xizmat qilib kelyotidi. Jamiyatimiz a'zo bo'lgan xalqaro tashkilotlar Sharq Turkiston ma'arىپ ھەمكارلىق جەمئىيىتى markazi İstanbulga joylashgan xalqaro islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligi, Türkiye Xalsan Birleşme Fondi, Türkiye Ammaviy Hamkorlik Tashkiloti va Hür Sharqi Turkiston munbiri qatorliq xalqaro tashkilotlarning rasmiy a'zosi bo'lib, o tashkilotlar bilan xizmat faoliyatlarida yaqindan hamkorlashib kelyotidi. Jamiyatimiz yana 2006-yili qurilgandan buyon nurg'un qiyinchiliklarni yengib, uzun musofalarni besib, bugungi kunga kelganda cho'ng bir tashkilotga aylanib o'tirib chiqdi. Jamiyatimiz ma'arىپ jamiyatini barpo qilish bilan birga Turkiya va dunyoda Sharq Turkistonga vakillik qiladigan muhim tashkilotlardan biriga aylandi. Albatta bu butun mushahada o'tirgan sabdoshlarimizning ixlosmandlik va samimiylik bilan qo'llab-quvvatlashi va hamkorlashishi bilan o'tirib chiqqan natijalar. Yangi yilga qadam qo'ydik. Bundan keyingi xizmat faoliyatlari to'g'risida yangi planlarni tuzib amaliylashtirish uchun tirishimiz. Hamkorlashish, qo'l tutishib mengish, jamoat bo'lib yashash yanla hammamizning o'rtaq majburiyati. Alloh taolo Qur'on Karimda Allohning arg'amchisiga mahkam eslanglar degan oyat orqali musulmonlarni jamoatlashishga buyurdi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda ta'limot berib, Alloh jamoat bilan birga degan. Yana bir hadisda jamoatlashinglar, bo'linmanglar degan ogohlantirish bergan. Umar roziyallohu anhu'ningki mashhur hikmatli bir so'zi bor. Jamoatsiz islom bo'lmaydi, boshliqsiz jamoat bo'lmaydi. Jamoatlashishning hikmatlari ko'p. Jamoatlash bilan kuch hosil bo'ldi, barakat va g'alaba jamoatga xos bo'ldi. Shuning uchun yana bizning jamoatimizning atrofiga yepishib, bundan keyingi xizmatlarni qo'l tutishib mengishimizni hammalardan so'rayman va وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو